Ingliz tilida bugun siz bilan ko'pchilik e'tibor bermaydigan kichkinagina qiziqarli bir mavzuni ko'rib chiqamiz. O'sha mavzuni ko'rib chiqishdan oldin u bilan bog'liq bo'lgan ba'zi bir narsalarni eslab o'tamiz. Ya'ni adjective sifat hamda noun ot mavzularini. Demak, sifat qanday qanaqa savoliga javob bo'lib, quyidagi so'zlarni misol qilishimiz mumkin. Young, yosh, beautiful, go'zal, rich, boy. Bular hammasi qanday qanaqa savolga javob bo'ladi. Otga keladigan bo'lsak, kim nima so'roviga javob bo'luvchi jamiki so'zlar. Misol uchun, kim? O'qituvchi yoki nima? Mushuk. Nima? Olma kabi so'zlarni misol qilishimiz mumkin. Lekin bugun siz bilan sifatlarni ot o'rnida ishlatilishini ko'rib chiqamiz. Buni otlashgan sifat deymiz. The rich should help the poor. Bu yerda rich hamda poor sifat hisoblanadi, ya'ni boy hamda kambag'al. Lekin aynan mana shu so'zlar ot bo'lib kelgan. The artikli bilan birgalikda. Ma'nosi the rich boy odamlar, the poor kambag'al odamlar. Boy odamlar kambag'al odamlarga yordam bersa yaxshi bo'lardi. Xulosa shuki, siz agarda ushbu sifatlar oldiga the artiklni qo'yib chiqadigan bo'lsangiz, u otlashgan sifat bo'lib, ya'ni kimlar so'roviga javob bo'lardi. Hamda ma'nosi boy odamlar degan ma'noda keladi. Demak, the poor kambag'al odamlar, the young yoshlar, yosh odamlar, the old qariyalar, keksalar, ya'ni qari odamlar, the brave jasurlar. Endi savollarga o'tamiz. Xo'p, birinchi savolimizda otlashgan sifat kelgan gapni toping. Bu yerda the poor ga chalg'ishingiz mumkin, lekin boy kambag'al bolakay nazarda tutilyapti va ko'plikda kelmayapti. Demak, the poor boy kambag'al bolakay was crying, yig'layotgandi. To'g'ri javob B bo'ladi. I saw the poor. Men kambag'al insonlarni, kambag'al odamlarni ko'rdim. Bu yerda poor sifatni o'zi kelyapti. The boy is poor. Ya'ni otlashgan sifat bo'la olmaydi. Yoki keyingi variantda he gave money to a poor man. U pulni kambag'al odamga berdi. Bu yerda ham otlashgan sifat emas, balki sifatni o'zi kelyapti. Ikkinchi savol. The brave so'zini ma'nosini to'g'ri ko'rsatuvchi javobni belgilang. Xo'p, qaysi variant to'g'ri?